Assalomu alaykum bizni kutganlarga yoki tasodifan ko'rib qolganlarga. Bugun Telebiron ko'rsatuvining maxsus bayram soni. Sizlar bilan esa men To'xtasinova Odinaxon, hamkorimiz mazali, mevali, yoqimli kango saqichlari. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat bo'ling. Bir-biringizga kim bo'lasizlar? Dugona. Do'st. Dugona. Yaqin dugona. Qachondan boshlab do'st bo'ldinglar? Shu syomka qachon tashkil berildi-ku? Birinchisi bo'ldi. O'sha payt boshlanishiga tanishib o'rtoq bo'ldik o'sha payt. Hozir qanaqa bayram? Hozir Yangi yil bayrami. Sizlarni uyingizga biror marta bo'lsa ham Qorbobo kelganmi? Uyga kelmaydi bizga. Bizga bitta ham Qorbobo kelmagan-ku. Lekin biza Просто multikdan ko'rsatishadi. Archa bezatiladi. Faqat o'sha yerda ko'rganman. Tamam, boshqa hech qayerga uyga ham kelmagan. Men faqat shunda ko'raman. Men lekin unaqa qilmayman. Nima qilasiz? Qorqiz bisaga Qorboboni oldida qorqiz bo'ladi-yu. Men bitta serialda ko'rganman-da, Qorbobo qorqiz bilan. Iltimos, men ham gapiray. Men ham odam-kuman. Gapir. Inson sifatikuman. Gapir. Qorboboni men uyimga kirgizmayman. Ha? Yangi yil bu bayram, xursandchilik. Yo'qda men xursand bilmayman-da shu archaga. Nima, unda hamma bayramni nishonlasa siz choy ichib o'tirasizmi uyda? Kechqurun mana salyotlar otiladi, bambaqalar o'ynaladi. Men unaqaga ishim yo'q. O'zi nima bo'ladi yangi yilda? Probka bo'lib ketadi Qor havoda. yog'ganda mashinalar avariya bo'ladi. Yo'q. Yurolmaydi. Ha, bir xil ham avariya bo'ladi, sirpanchiq. Bir xillari qorli yo'llar bo'ladi-ku, ana o'sha paytda yurolmaydi ba'zi birlari. Men lekin sizlardan boshqa narsani so'ragandim. Men o'zini tushuntirib bering, ha? Mana qaranglar, eski yil tugaydi. Qaysi yil tugaydi? 2025. Barakalla. Demak, nima bo'lar ekan? 2026. Ana. Men Fayzullayeva Zarina. Men Ahmedov Ramazonman. Sizlar bir-biringlarni yaxshi taniysizlar? Taniymiz. Da urushamiz, lekin bir-birini unutamiz. Urushgani ham ulgurdinglarmi? Urushamiz-da bir paytda. Yo'q. Просто hamma bana shunda-da ham birinchi bo'lib mana shu boshlaymiz. Sen boshlaysan-ku, abin tanir. Lekin mayli. Xo'p. Bugun nima haqida suhbatlashamiz? Birinchi bo'lib ko'z urishtiramiz. Men kim bilan urushtiraman? Ikkalanglar. Yunda. Kim yutdi? Men. Hozir makiyajim oqib ketadi. Tezroq yig'lab yubordingizmi? Ha, bugun shunga Telebiranni oxirgi syomkamiz. Ustozimiz Sanjarov Matkarimov bilan va ustozimizga va sahna ortidagi kuzatib turgan kamerachilarga, operatorlarga katta rahmatimni aytaman. Qarang, bizcha anu Telebiron tagidagi kommentlarda o'qiymiz-da, kim bilan aytadi, bular aldiydi, bolam chiqarmaydi deydi, lekin bu haqqoniy. Biz masalan men 4 yoshimdan 5 yoshimdanmi kelganman, mana haligacha yuribman-ku, mana masalan o'zini qilmagan. Kadr ortida o'tirishlarni, qo'rqmasdan qarashlarni o'rgatishgan. Negativchilar aytaveradi, anu o'zi ular aldiydi deb o'ylaydi. Bular gap o'rgatadi deb o'ylaydi. Yo'q, biz gap o'rgatmaymiz, biz o'zimiz aytamiz. Va biz Telebiron yaxshi ko'ramiz. Telebiron bizlarning ikkinchi oilamiz bo'lib qolgan. Barakalla. O'zingizda nima gaplar yangi yil haqida bor? Bizcha zo'r she'rlar, qo'shiqlar tayyorlab keldik. Qurol aytadi. Boshlaydi. Meni bir kuni tushimga yangi yil kirdi. Yam-yashil maysadan go'zal qorqiz keldi. O'ynashardi xursand davrada. Menga qiziqdir bu hammadan. Nahot tugab qolar bu sehrli
tush birdan. Sizlarni-chi, qaysidir kinoda ko'rganman. Qaysi kinoda? Garri Potter. Esladim. Sehrgar bolla bo'ladi. Shunda qaysi biringlar Garri Pottersizlar? Albatta mana shu haqiqat. Chunki shapkasi bo'ladi. Menda shapkasi yo'q. Shapkasi menda tayog'im ham yo'q, ochkim ham yo'q, shapkam ham yo'q. Faqat kiyimisi bor. Nimaga? Tayog'i ham yo'q. Qo'lida. Tayoqchangiz bilan nima ishlar qilgan bo'lardingiz? Uy yasagan bo'ladi. Undan ko'ra pulni shundoq paydo qilsanglar bo'ladi-ku. Ro'zg'orlik qilgan bo'ladi. Sizlar menimcha qorqiz bilan qorbola, to'g'rimi? Qorbobo. Yo'q, qorbolasiz-u. Qorboboni soqoli bo'ladi-ku. Soqolini tiktirmadi ojanim. Shapkangizni yeching, hech kim sizni tanimayapti. Barakalla, keling shapkangizni men ushlab turaman. Mana, qayerdan keldinglar? Tog'dan keldik. Tog'dan keldinglar. Sizlar aka singilmisizlar? Ha. Kim ko'p xafa bo'ladi? Mana mashi xafa bo'ladi ayniqsa. Abdulloh, shunaqa chiroyli singizni nimaga xafa qilasiz? Bu qani xuniydigina. Xuniydi. Xunuk emas, chiroyli-ku. Omina, siz xunukmisiz? Siz просто chiroyli ko'ryapti-da. Abdulloh, Ominaxon sizdan ham chiroyli. Hozir dabdil qora bu. Ominaxon, akangiz nima unaqa yolg'onchi bo'lib qoldilar? Mama yolg'onchi. Voy, singisini ham uradimi? Yolg'onchi. Jinni. Ursam jim turadi. Tayyorlanib keldingmi? Aytchi, birinchi sen ayt, men oxiri aytaman. Men. Shiringni ayt. Barcha tatli narsalar muzlatkichda turadi. Bo'ying yetmasa agar usul qo'yging keladi. Lekin u to'g'ri emas. Muzdek narsalar deb sog'lom tomoqsiz qolma. Barakalla. Jasurbek, ko'rsatuvimizga qanaqa obrazda keldingiz? Menmi? Yaxshi. Bo'ladi. Masalan, men bugun qirolicha obrazidaman. Sizchi? Men qirol. Nimaga bayramda paqildoq otish mumkin emas? Bir marta portlatib ko'rganmiz jo'ram bilan. Domni yonida. Siz ham shunaqa yomon ishlar qilasizmi? U yomon ish emas-ku. Paqillatish yomon ish. Nega? Odamlarni cho'chitib yuborishingiz mumkin. Uxlayapti-ku. Derazasi yo'q. Unda uyg'otib yuborasiz-ku. Uxlab yotgan odam poq qilsa, cho'chib uyg'onib ketadi-ku. Derazasi yopiq bo'lishi mumkinmi? Tojingizga nima qildi? Chiqib ketyapti. Haqiqiy emas ekan-da, menikiga o'xshab. Ha, bu qog'ozdan yasalgan. Unda siz soxta qirol ekansiz, a? Soxta qirol? Bu bozordan olinganda. Abdurosid, mana siz ko'rsatuvimizning birinchi qaldirg'ochlaridansiz, a? Sizdan keyin kichkina bolachalar keladi bo'tga yana. Ularga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Kameramni oldida uyalmaslikka, men oldin uyalganman ko'p. Uyalmaslikka, o'zini fikr bo'lsa ayta olishga bemalol.